Xullas azizlar, italyanskiy dizayn, italyanskiy mebel. Lekin keyin ispanskiy dedilar, men Italiyada dedim, yog'ochdan yasalgan mebel. Pinal komodimiz. Bu yerda xudo xolisa ikkita двойной komod tortmalari bor. 4 ta yana yashigi bor. Bo'lgan yog'ochdan yasalgan mebel. Ichini ham ko'rsatamiz. Bemalol kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Mebel yog'ochdan yasalgan. Usti shponlangan bo'ladi. Endi asosan Yevropa standarti bo'yicha pinallar bo'yi pastroq bo'ladi. Komodlar mana shunaqa katta bo'ladi. Azizlar, razmeri xudo xolisa pinalimiz 1 metrdan, komodimiz 2.20. Eshlarni kelib ko'rsangiz bo'ladi. Yog'ochdan yasalgan mebel. Kim biladi, shu mebel nech pul sotilgan vaqtida biz sizga bilasizlar arzon narxda berib o'ramiz. Mana shu pinal komodimiz yog'ochdan yasalgan Yevro standart mebelimizni $1000 ga berib o'raman. Men aniq bilaman, siz bunaqa narxda bu italyanskiy mebelni ola olmaysiz. Keling Ispaniya bo'lgan taqdirda ham siz bunaqa narx ola olmaysiz. Tanishimizga tez jo'natamiz, kichkina like bo'lsa qizartirib qo'yamiz. Salomat bo'ling.